Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Lebenslavni birgalikda qilib ko'rsataman. Og'ayingizni bilmaganlar ham bor. Ba'zilar buni pulga taklif qilyapti, lekin o'zingiz ham oddiy telefon bilan qilishingiz mumkin. Buning uchun biz JobSeeker degan yozib Google'dan qidiramiz va saytning ustiga bosamiz. Bu yerda ko'rishingiz nachat degan tugmasi bor. Har xil yozilgan, ya'ni nachat tugmasini bosamiz. Mana Lebenslav. Mana bu endi eski holati. Sizlarda ham shunday chiqadi, lekin uni to'ldirishingiz kerak. Masalan, forename, nachname'ga shunga o'xshagan email yozishingiz mumkin. Bu yerda asosiy narsalar va mana yerda tayyor bo'lib ko'ringan mana bu tomonda, ya'ni o'ng tomonimdagisi. Mana bu yerda esa Ausbildungsfachbuch, Kenntnisse und Fachkeit, Sprachen, Hobbys, ya'ni hozir bitta tushirib o'tiraman. Profilda hozir ya'ni shu narsalar yozilgan boyagi. Ma'lumot o'zimiz haqida, Ausbildung esa o'qishimizni yozishimiz kerak. Ya'ni mana shu armiya, ya'ni Qashqadaryoda o'qiganimni va nima uchun o'qishni to'xtatganim va qaysi muddatlar orasida o'qiganligimni yozib o'tganman. Kenntnisse und Fachkeit, ya'ni bu yerda asosan tajribalaringiz va odamlar bilan kirishib ketishingizni yozishingiz mumkin yoki oldingi ish joyingizga, ya'ni men Werkparkingda yozganman, ya'ni qadoqlashda ishlaganligim uchun shuni yozganman. Undan keyin Sprachenga esa mana O'zbekish, Nemslar, Russisch, Qirg'iz turibdi. Ya'ni men o'zim millatim qirg'iz va O'zbekistonda yashaganim uchun Sprachada deb qo'yganman. Ikkalasini ham nemis va rus tilini ayki darajada bilaman. Mana bu yerda ko'rganingizda uni baholab qo'ygan o'zi, mana qora chiziqlarni ko'rishingiz mumkin. Undan keyin Hobbys und Interessant, ya'ni hobbilaringiz va qiziqishlaringiz o'rtasida men Reisen, Lesen, Fußball va muzik xo'rim deganman. Sizlar ham masalan qo'shmoqchi bo'lsangiz, endi bitta bo'lmas, qolganlarida ham, ya'ni plyusni bosib mana yerga shu qiziqishingizni yozib atmetkani bildirib qo'yasiz, lekin men yo'q, hozir to'xtasi deb hisoblaganman. Sertifikatga esa mana bu yerga mana Ayki qaysi oy kuni topshirganingiz, oyda shuni va bilish darajangiz 5.5 shuni yozsangiz bo'ladi. Praktika. Bu ham endi ishga doir narsalar aytsangiz bo'ladi. Masalan, Chinoken restoranda men keliner bo'lib ishlaganman deb shuni yozib qo'yganman. Ya'ni praktikam ashta bo'lgan deb. Bu yerda mana bu yerda qolgan narsalaringizni ham qilishingiz mumkin va Herunterladen degan joyi bor. Oxirida buni bossangiz mana chiqadi, ya'ni rasmingizni ham qo'yish tepada bor. Men ko'rsatmadim, lekin o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Ya'ni mana chiroyli bo'lib chiqadi. Bundan boshqacha ramkalar ham bor, lekin ular pullik. Shuning uchun men buni tanlamadim to'g'risi. Mana bu yerda til, mana yozishingiz mumkin. Endi qaysi qanaqilar o'shingiz mumkin. Mana ko'rsatmoqchi bo'lganim mana har xil turdagilari mavjud. Mana buni tanlaydigan yoki mana buni tanlaydigan bo'lsak, bular pulli bo'lishi katta ehtimoli bor. Ko'rdingiz. Google Play yoki kredit karta, PayPaldan to'lashingiz mumkin. Bugungi videomiz shundan iborat. Sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.